O'zi ixcham, lekin yetarlicha xonaga ega bo'lgan mana shu 3 sotuvlik hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu hovlimiz Samarqand sovxozida joylashgan. Samarqand sovxoz 1-Bahor ko'chaning ro'parasidagi ko'chada, yo'l yuziga taxminan 250 metr yaqinlikda, yaxshi lokatsiyada, masjidga yaqin bo'lgan mana shu hovlimiz sotiladi. Hovlimizning old tomonini ko'rib turibsiz, chiroyli daraxtlarni ekib qo'yishgan, alohida foydalangan qismi bor. Darvozaxonamizning kengligiga ham ahamiyat berib qo'yasiz. Avtomashina kirishidan hovlimizga muammo yo'q. Mana bu yerdagi xonalardan boshlab hozir sizga ko'rsatib beraman. Bu yerda birinchi kirganimizda chap qo'limizda mehmonxonamiz joylashtirilgan. Mehmonxonamiz yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzel bilan birgalikda planirovka qilingan. Umumiy olganda 6 ta yashash xonasi plus bitta oshxonaga ega. Pastki podval qismimiz to'xtaladigan bo'lsak, podval qismimizda oshxona hamda uning yonida ovqatlanish, birga o'tirish uchun mo'ljallangan yana bir alohida yakkali xonamiz bor ekan. Keyingi xonamiz esa uy dahliz ko'rinishidagi 2 xona uyimiz. Bittasini bolalar uchun yotoqxona, bittasini kattalar uchun yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Buni ham ichida o'zini alohida sanuzel bor. Va hovlimizning eng chekka qismida yakkali bitta xonamiz planirovka qilingan. Ushbu hovlimiz yangi ta'mirdan chiqqan, hali hech kim yashamagan, yaxshi materialda qurilgan ekan. U o'rtada katta kon yashil zona ham qoldirib ketishgan, daraxtlarni ham ekib qo'yishibdi. Endi bu yerga gullarni ekib sug'orib turilsa bo'ldi. Tashqarida umumiy hojatxonamiz joylashtirgan, lekin suvlarni ham olib kirib qo'yishgan ekan. Bitta ariston qo'ysangiz, tayyor bu ham yana bitta sanuzel bo'ladi. Ushbu hovlimizning kommunal tarmog'idan suv hamda svet mavjud. Hujjatlari ham joyida, narxi bo'ladigani 38 ming dollar. Yagona telefon nomeri videoni pastda bemalol aloqa qilsangiz bo'laveradi.